Akalar, shunchaki maketini yasab ko'rdim. Bu nima? Suvda suzib yuradigan kichik GESda maketi. Buni tarkibida suvda ko'tarib turadigan ikkita platformasi bor. Keyin turbina, mana bunday keyin reduktorchasi bor. Keyin generator. Mana shunday GES quraman degan tadbirkorlarga davlat katta imkoniyatlar beraman deyapti. Nima deb o'ylaysizlar akalar? Mana shuni kattaroqlarini yasab, bir 100 kilovat, 50 kilovatgacha taxminan hozir qilsa bo'ladi buni. Shu davlatga sotsa qanday bo'lar ekan akalar shuni? Shunaqa qilsa bo'ladimi? Bir fikringlarni bir kommentda qoldiringlar. Mana shu daryo, mana shu Andijonda joylashgan, bir Xonoboddan chiqadi. Taxminan yaxshi joylari mana shunaqa bir 100 kilometrcha bor. Har 20 metrga qo'ysa bir qancha bo'ladi akalar? Bir hisob-kitob qilib yozib yuboringlar akalar kommentga. Yoqqan bo'lsa bitta like akalar, tanishlarga jo'natishni unutmanglar.